Şunu bir öyleyim. Bismillahirrahmanirrahim. Endi o namaz o'qib, sadaqa berib, yaxshi ishlarni qilib, mushuning savobini, ya'ni Allah uchun qilamiz uni. Namozni Allah uchun o'qiymiz, sadaqa, yaxshilikni Allah uchun qilamiz, qilib qilib, Allah, men mushuning savobini ota-onamga, yo onamga, yo dadamga, ota-onamga atadayım desak, uni ulamolar ashunga tegidi deydi, durust endi bu. Endi Qur'on o'qib, shuning savobini atash to'g'risida ulamolarda ixtilof bor. Ba'zi ulamolar deydi, shuni boshqa sadaqaga o'xshash, unima men yaxshi amal bo'lgandan keyin, bu shuni Alloh uchun o'qidim, Alloh sening uchun o'qidim, sening roziliging uchun o'qidim. Endi mushu savobni sen bermoqchi bo'lgan savobni ota-onamga atadim desa durust bo'ldi deylik. Ba'zilar durust bo'lmaydi deylik. Endi ixtilof bor. Lekin namoz o'qib, sadaqa berib, yaxshi ish qilib, shuning savobini ota-onasiga atsa, savobi yetadi deganda bütün olimlar uningda ixtilofsiz durust deyilgandi. Qanday mayli chashka namoz bo'lsin, mayli nima kechida o'qiyotgan tahajjud namozi bo'lsin, mayli qanday namoz bo'lsa, ish qilib namozni Alloh uchun o'qib qilib, uni biz Alloh uchun atasak bo'ladi endi. İnşallah. Ota-onamizning tutib qolgan ro'zasi borligini bilsak, onu ro'za tutib atab qo'ysak, bitgan masalan niyat qildim degan masalan dushanba kunda ro'za tutmoq uchun shu tutgan ro'zam ota-onamning tutib qolgan ro'zasiga kafarat qilib deb niyat qilib, shuni ota-onamiz uchun tutsak yetib turgan savobi. Yetdi, savobi bizga ham bo'ldi, ota-onamizga ham bo'ldi endi. Asha haj bu shunday ayna. Hajni mashina qilib qo'ysacha, qilamagan bo'lsa ular. Allah yardım sakla, şu doktorman da bazıları. Ne yaxşı, Allah kabul kılsın. Amin, amin. Ondan ibay ma o bir kardeşimiz ma balını doğrusunu kıldı. Allah yardım saklasın, ben ötende balık tuttum, şu sağlık tarbiyeleydim. Ben tecrübe olap işler, şu bek küçük beyse, mesela bizim 4 yaşlık kiygende beylikte 45 yaş kiygen balını ekeptirdi, 19 yaşlık kiygen balını ekeptirdi. Ma bek kichik akatlardan bolalar ashunda qashang'ilab qolgan, bir ish qilib qilmayotgan, to'la ayda tutgan, ashunda menga nima tushmayotgan. Ash 7 yoshdan keyin akatlardan bolalar yomon yetti Qur'on soati chiqib yetti qarordi. 9-10 yoshda. Kichik akatlarganli ash qoida qarsulab ashunda bo'lib ketdi. Shuningdan keyin men bek kichik akatlarmanlar bolani o'yini qilib qaranglar. Uyda azto'ni o'gitib biz ona namazın ügütte karşı bizge mi küçük çakımız atlarımıza yattıyman 6 kelimelerini ügüttü Kur'an saatimiz yokça ya da bu onu. Ama şunda konu bu 7 yaşlık erkek vermenler de aşağıda tecrübe ötken hem de bir yerde aşağıda 4 yaş gibi birlikte apıp kapan o balığa işkem uruklusu yoğun tağını atıtı da şunu ola o balığa aşağıda ne bakatken zirk bakatken dedi. Şu an ben anda küçük beğenmezlikini anlıkça bir üzü terbiyeleşini tercih etmedim. Ben aldım dedim. Sizin tecrübeleri hakikaten doğru tecrübeler. Ben aşında qarayım bununla. Sizin diğerleri emeli tecrübe bu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balalarınıza 7 yaş kelganda namazını ügütüңләр deb ügütdi. 7 yaş kelganda ügütüş ma fariz, ma vacib bunda qilib ügütüңләr deydi. 7 yaş kelgicha ügütüş ketmaydi. Bala bizden aladı onu. Üzünün kamerasına tatıdı, eskilikimizmi tatıdı, yaxşılıkımızı tatıdı. Abdan işlerimizni, yaman işlerimizni, günahlarımızı, sevaplarımızı hemen tatıdı o balaca. Şu. Biz qanday bo'lmoqchi, biz balalarımızı qanday tarbiyalamoqchi bo'lsak, biz shunda bo'lsak bo'lgan. Yani balanı mükemmel yaxşı terbiyeleydiysek, üzümüz mükemmel bulup versek bulutken, ama balını küçük mektepki bir iş meselesi kelgendir az. Biz aldırıp gittiğimizken yani. Bu balan bir tezrak bir okup bir neyse bu kısa anda kısa aldırıp gittiğimizken, lekin 6 yaştan burun mektepki verse yaxşı bulmayken. Nimişqa dese 6 yaşkicha ama balının ata-onasidan alıtkan hakkı var. Ata-onasidan iman, hidayet, ahlak, kıymet qarash, örf adet, digenge o'xshash ota-onasidan olgan nurg'un narsalar bor. Endi mushuni 6 yoshgacha uni olsin, uni olgandan keyin shu dunyoning hamma yerda shunga burun 7 yoshda biz maktabga borardik kichik vaqtimizda. Hozir chet ellarda 6 yoshmiki shuningdek gapgan hamda 6 yosh va 7 yosh orasida bo'lgan. Lekin yarim yilning shunchalik farq bo'lgan bolalarga. Masalan, shu
7 yaşdaki bola bilan 6,5 yaşdaki bolaning aqlining orasida aqlning yetilish jihatda ba'zi nimalar yetersizlikli bo'ldi ekan. 7 yoshlik bola anidan bak aqlliroq bo'ldi ekan. Alalosi nimasi? Nimishga bu aql deganmi yosh bilan birga bo'ladi ekan. Biz bu qonuniyatga diqqat qilish kerak. Endi biz uni xamir bo'lmagandan keyin buni xohlasam lag'man qilman, xohlasam suiqash qilman, bolani bunda qilman deblar, qari qilman deblar, kichik bir bolani opirib berimizga, opirib berganiga bu bola tayoq yegan yerda xorlanmagan bo'lsa-mu, bu bolaga eg'ir kelgan hamda o'ynayotgan vaqti u. O'ynayotgan vaqti u bolaning. O'ynayotgan ota-onasiga qanotgan vaqti. Eng muhimi onasiga qaniyotgan bir vaqti. Muhimda vaqtida uni olmaslik kerak. Endi bu qari qilish masalasi kelsak, masalan, hammadan bolalarimni qari qilsam deyotgan, tamam, bu nayt yaxshi ish. Lekin qari qilish farz emas, vojib emas, sunnat emas. Qari qilish. Lekin u bola agar bizning shunda arzuyimiz bo'lsa, bolaning arzusi bo'lsa, balaning yodlash qobiliyati bo'lsa, yodlay desa, yodlasak bo'ldi. Bo'lmasa, balam men yodlayolmabdim, sen yodlagan deb bizningki balamizni qurbon qilib, anda qilib bersak, u balaga yaxshi bo'lmaydi. Eng muhimi bala maktabga berish kerak. Qayerga borsa hukumatning maktabga berish kerak. Hukumatning maktabga berib cho'qim diplom olish kerak. Diploma olgandan keyin, diplomi bo'lgandan keyin bu bala vatanning davosini qila oladi, yaxshi ishini qila oladi. Bu, ya'ni gipi uytida nerede bo'lsa, tamam bu balani qari qilib qo'ydik, maktabga bermadik. Bu bala 15-16 yoshga qari bo'lib bo'lgan nima ish qilmoqchi endi bu bala? Nima ish qildi? Bu dunyoda bizning vatanda bulun hele bir qari bo'lib bersan, shuni yerda quymoq yegan, shuni qo'shiqni to'yg'izatdi. Bu chet elda bekim quymoqni bermaydi qari bo'lgan bilan. İşimiz bu baydı. Ameliyatni qabul qilishimiz kerak. Balalarimizning kelishini o'ylayli. Qari bo'lib bo'lgan bilan nima ish qildi uningdan keyin? Tamam, balla maktabda o'qisin. Agar bak qari o'qisa olsa, Turkiyaning maktabning qonuni nimasida, mushu lise o'qiyotgan bolaga 1 yil kechiktirish haqqi bor. 1 yil kechiktirib qari bo'la oladi. Turklarning o'zining bolalarining orasida maktabda o'qib turib qari bo'lgan bolalar bor. Bo'g'isa shunda bo'lsin. Agar bo'g'is bo'lmasa, bir ikki pora yodlab qo'ysin. Bo'ldi shu 7 yoshli bolaga eng muhim bo'lgani qimmat qarash, axloq ashini o'rgansin. Hammadanni qari qilish shart emas. Hammadan qarish shart emas, lekin hammadan maktabda o'qish shart. Diplom elishi shart. Diplom elib qilganiga bizning için advokatlar chiqsin, bizning aramizdan millat vakillari chiqsin, bizning da'voyimizni anglatsin. Maktabda o'qib diplom elib bunda qilinmasa bu odamning gapini jamiyatda oqmaydi. Nima qita yerda ishlaydi, bu yerda jannabiy qishlarga qoladi, vatanning da'vosini qilolmaydi. O diplom elib o'qib cho'ng yerlarga chiqarsa bizning bolalar vatanning davosini qildi, Uyg'urning davosini qildi, Uyg'urlarning yuzini obro'yini ko'tardi, ayna qildi. Har qanday odamningki maktabda o'qishi farz, Qur'onni yodlash fazilatlik yaxshi, lekin farz emas hamda. Allah razı olsun. Bir şey muhim gaptim beni digin ban derbişligi to'g'ri kilan dikanman to'ndi. Men bu o'quvchi chig'imdan pandam dinda o'qib kelganligimda biroz olamlanim qitma. Endi o'tgan obaysida deb o'tlar masalan bolaga biz qilib bolani shunda uni qo'yib soldik deb yana biri bolani shunda ruhliq masalan tanaffur emas cho'ng'itish bizning ota-onalarga majbur edi. Endi bolani masalan hozir Turkiyada derneklerden binası takasa aş küçük ballarını bile apartman eşinaydı cıkulak getirili ustazı. An o ballar aşağıya berip açınlar birini elip köngendikin ben hoşuma gitsem bir kişi vardı da Assalamu alaikum. Hoş olan diken hatta aşınma getirmek olay. Hoş olan ketkendikin şunu olan bu ballar aşında eşbet öyle kalken vardılar. Ben bu işine çoğunda karmaytmam. Şu hatamı tohumu atandılar. Aşağı appamıza ballarını aşındayıp appamıza dedik ben göz karışım vardı. Tamam bu nayt yaxshi gap qildilar. Munda qanday? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen onu bilirler. El halalu beyyinun vel haramu beyyinun ve lakin beynehuma şubahatun degan. La ya'lamuha kesira minen nas degan hadisning davomi bor. Bunda degan halal mı inek, haram mı inek, lekin uning arasida bir şübhalik bir ishlar bor. Jiq adam buni bilib bulamaydi. Aşına şübhalik ishlardan qechib o'zini saqlag'ada, o'zining dinini saqlay oladi, dinini qo'g'day oladi deydi.
Endi mesela bu cemiyetlerden takip etken yardımlı var ya. Endi bizning aramızda endi nurgun aşıda nimeli var, yetim ballı var, tul ayallı var, işleyenmeydiğen aynı kişiler var, aynı kişiler boğallık için. Endi ulağa haklık bolsun endi. Bunun da üzerininki işlep cenni bakalaydigan, üzerinin işlep cenni bakalaydigan ve zakat bireylaydigan turmuştaki adamninki yardım cemiyetlerinin binası ası durust olmaydı, bu haram buldu. Bu qandaq dese bizde takvalığımızga, amel ibadetimizin kubul buluşuga, duayımızın kubul buluşuga toskun buldu bu. Bir bala meselen, bir bala mındaqdı Mısır'da. Kin Azharning katta alimlardan bulab ketipdi. O yerim gün Yezid'in keldiken, yerim gün işleydiken, yerim gün okuydiken. Ustaz bunu iş çağırıp o balığa bir bayğı depti de, ay bay, ma bala bak caputatip ketdi, yerim gün işleydi, yerim gün okuydu. Boşununki bir iqtisatniki yardım qilgan bolsalar, ma bala shu ishlashni tashlab, o'qishni o'qib olim bo'lsa bo'ladi ekan debdikan, ma'qul deb u boy o balani chaqirtib, men sizga yordam qilgan bo'ldim. Siz ishingizni tashlang, o'qing degandikan, yo, qabul qilmayman yordamingizni deb turibdi-da. O'zi kambag'al bola. Qabul qilmayman yordamingizni degandikan, balani achkasang ekan talag'aslar. Shuning bilan yardımımızı kabul kılamayım degandikan bu bay xapulab kelib ustozga debdi-da, bu qanday mutakabbir bola bu. Men yardım qilay desam, sizni yordamıngizni qabul qilmayman dedi degandikan ustoz bu xapulab bu balani chaqirtibdi. Ay balam, siz nima ish qanday deysa, madem sana yardım qilay deb tursa, sen onundan keyin ishlayman deb o'tirib qo'yguncha nurg'un o'qib olading degandikan ustoz, men ashu adamning topgan pulining ichiga harom qo'shilib qolgan bo'lsa, Qur'onni unutib qolam deb qo'rqyapman. Mening andisham shu deb. Tushundingmi-da? Buningdan o'tkir gap yo'q hamda uchamdi. Shunga endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu kelib, "Ya Rasululloh, menga bir duo qilgan bo'lsa, duoyim ijobat bo'lgan kishi bo'lgan bo'lsa" dedi. Endi Rasululloh shuna duolik qilsa bo'ladi endi. Lekin Rasululloh deydi, "Sen yemek içmekni halaldan qilgin, duoying ijobat bo'ldi" deydi. Degandan o kishi shunda diqqat qilgan bo'lib ketdi. Bir kuni bir echkisi bor ekan, shu echkisini sig'ib içidiken, sütünü içidiken, bir günü qarasa bu echkisi qo'shnisining beg'idan kelyaptamish. Şu günden tartib bu echkining sütünü içmayotgan bo'libdi. Nima ish içmeylar desam, bu echki qo'shnimning beg'idan o'tlab kelgan bo'lsa, onun sütünü ben içsem bana halal bo'lmaydi. O'chaqning duoyim ijobat bo'lmay, ibodatim qabul qilmas qanday qilma deydi. Bu taqvolik degan mundaqcha, mundaq. Shubhilik da bu, shubhilik. Belki onun bekka kirib ya yeganto ya yemaganto. Bekka kirib chiqqandan keyin shuni ko'rablar. Men bu yemeymen, bunu içmeymen debdi. Ma o taqvolik hamda. Şunu shubhilik ishlarni yiroq turish kerak. Ikkinchi masala, ballarni apirib ko'stib, billa aynda elishdigan bu bek ig'ir xatolik, bek ig'ir xato. Kechirgil bo'lmayotgan xatolik. Ballarni endi qisqa qo'pol gap bilan deb desak, nima deymiz desa, ballarni ashuna o'xshab tamaha o'qib qo'ydam. Ballar, bunda jamiyatimiz bor, ko'k hilal bor, yana birisi bor, yana birisi bor, ihaha bor. Bizga bunda yordam qilgan deb, kichigidan tortib balimda tamaha o'qib qo'ysak, qanday qachoqchi nima qildi. Biz u niyatini apamaydı o ata-onalar, o niyatini apamaydı. Endi bir qo'lni itlab apurdi ya kichik bola deb apur ko'misin baloni. Balla ko'misin onda işte. Ata-onasininki qattiq ishlaganligini, ata-onasining noati bak numusliq, noati bak hayoliq, ata-onasining nima? Mardlik, sexiylik ma'ni ko'rsin balacha, anda narsa qat'iy ko'misin. O qalbiga yezib qo'ymiz, balaning qalbiga yezib qo'ymiz ani biz. Yezib qo'ymiz. Nima deydi desa, ota-onam mana shunday qilatdi, men mana shunday qilsam nima bo'ldi deydi. Ammo uning aksicha ishlaydigan bo'lsa, ota-onam kecha kunduz shu harmay ishlaydi, zirikmay ishlaydi, men mana shunday ishlayman deydi-da. Shunga bolalarga bir xatarlik ma'vo. Bu gapni deb nayt yaxshi qildilar. Men shunday anglagan mush ishlanmacha. Shunday ishlarga bir diqqat qilish kerak. Biz avlodimizning bir abdan şicaatlik balı yoğunumuzsa biz hazır aşında balık ihtiyacımız olan dedim. Çok da sağ olun.